Assalomu alaykum hammaga. Vlogimga xush kelibsizlar. Bu vlogda Toshkentdan San-Fransiskogacha bo'lgan travelim deydimi, yo'limni, flightlarimni ko'rsatib beraman. Hozir 7 soat Varshavagacha, Varshavadan keyin 12 soat San-Fransiskoga uchamiz. Oxirigacha ko'ramiz. Qani, hozir men Toshkentdanman. Qani ketdik. Joyim oynaning oldidan bo'ldi. Ikkinchi avtobusga kelishdi. Bu yerda hali hech kim yo'q. Lot nimasi yoqdi. Bu yerda 60 wattli zaryadka bor ekan. Bu degani MacBookimni ham zaryadka qila olaman, telefonimni ham zaryadka qila olaman. Shunga menimcha yaxshi parvoz bo'ladi. Legroomlari ham yaxshi. Mana bunaqa blanket berishdi. Shunaqa. Hali men kamerani ishlatishni yaxshi o'rganmadim. DJI Osmo. Shunga xafa bo'lmaysizlar, sal kadrlar noto'g'ri ketib qolsa. Uchganimizga bir 40 minut bo'ldi. Akamiz bilan tanishdik. Gaplashib kelyapmiz. San-Fransiskoda yashayotganmiz. Orange please. Ovqatimiz ham keldi. Endi ovqatlanamiz. Hozir orange so'radim. Shunaqa hozircha zo'r, zerikishlar, hozircha gaplashib. Hop, Varshava aeroportiga yetib keldik. Va muammo bo'lmandim. Wi-Fi ga ulangandan keyin sign up page bo'ladi-ku, free Wi-Fi'larda shu ishlamay qoldi. Telefonimda ochilmadi, lekin laptopimda ochdim va ChatGPT ga yozdim va mana bunaqa javob berdi. Agar sizlarda ochilmasa, mana shu 3 ta URL dan birortasini tersanglar, o'zi trigger bo'lib, o'zi ochilarkan va hozir telefonimni ham ulab oldim. Endi Varshavada 5 soat. Mana qo'yib San-Fransiskoga samolyotga chiqib ketamiz hozir. Shunaqa gaplar, San-Fransiskoda ko'rishguncha. Soat qoldi. 1,5 soat. 1,5 soatdan keyin qo'namiz. 10 soat orqada ozgina sabr qilsak. Hop, San-Fransisko aeroportiga yetib keldik. Hozir endi borderdan o'tamiz. Borderdan o'tib keyin bagajlarni yig'sak, xonasi chiqib nihoyat aeroportdan chiqdik, ichkarida ololmadim, mumkin emas borderda video olish. Bagajimni oldim, chiqdik. San-Fransiskodamiz. Nima deydi? Hozir tanishimni kutib o'tiribman, aeroportga olib ketgani. Shu keyin uyga joylashamiz. Hozir bookingda ham muammo bo'lgan, chunki boshqa odam ham book qilgan, konflikt bo'lib qolgandi. O'shanga hozir endi turadigan joyimni hal qilsam, sim kart olsam hali tashvishlar ko'p. Anaqa olamananda montaj qilmayman vlogga.